Rayonumuzda eng yaxshi Qur'on o'quvchilarining ismlari belgilab bo'ldi. Shikarchilar masjidida bolalar orasida Qur'on o'quv baygisi o'zdi. Traditsiyaga kirgan bu baygiga yil sayin rayonimizning turli ovullaridan kelgan sobilar jiyila. Bu yilda 100 dan ortiq bola diniy bilimlari bo'yicha kuch sinashdi. Beygi Qur'on o'quv bilan boshlanib ketdi. Ir ham qiz bolalar musulmoncha matur puxta etib kiyinishib kelganlar, yuzlaridan nur birkila. Munda kelgan siz ekansiz hozir o'qishingchi dedi rayon muhtasibi Oyrat Hazrat Ayubov islom dinining kelajak bu'ni tarbiyalovdagi rolini yuqori bayalab. Bunday beygilar uyushtiruvchi musulmon qardoshlarga Allohning rahmati bo'lsin. Chunki bolalar bunda beygiga jirgash Allohning borlig'ini birligini bilib isalar, ular to'g'ri yo'lda bolalar nashar yo'lga kirmaylar. Biz bu beygiga yil davomida hozirlanamiz. Ham shu beygilarda bolalar o'zlarining bilimlarini ko'rsatadilar, ham bir-birisi bilan tanishadilar. Rayonimizda nihoyatli musulmon bolalarin borlig'ini mana shu beygilarda ko'ramiz. Beygida borlig'i yuzlab bola qatnashdi. Yosh o'zinchaliklaridan chiqib, ularni ish yosh turkumdan bildilar. Yo'rish bilan bilimli obostaylar hazratlardan turgan juri yetakchilik etdi. Beya berganda bolalarning Qur'on o'qiganda tajvid qoidalarini qo'llanuvlarini, maqam bilan o'quv, nisha surani yoddan silovlarini, islom dini negizlarini qo'g'ilishli so'rovlarga javobini hisobga oldilar. Shulay kiyim adabini, o'z-o'zlarini tutishlarini da e'tibor berildi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله بugün kunda bizning Nurat rayonimizda g'umuman kunda 25 muallima bizning bor. Ular endi masjidlar qarshında kunduzgi ham kechki bo'laklarda o'zimizning rayon bolalarni jeyib o'sha masjidlarda o'qitalar. Şoşu bolalar yıl boyu, bir yıl davamında öğrengen surelerin, duaların, dini sorular. Endi bugün şoşu imtihan günü bolarak endi. Bugün bütün biz rayon bolalarını jiydik. Şoşu bolalar bugün kelip, şoşu imtihandan tapşıralar. Birge surelerin, duaların. Şoşu jürilarga, şoşu o'qituvchilar qarshında imtihan tutalar deb aytamiz endi inşallah. Bolalarning yaxshi azirligi ko'rinib tura, o'quvda oshiqu qo'balanu sezilmay, so'rovlarga javoblarida tugal. Biz bugun enim bilan Yoqtikul o'g'limdan keldik. Bizga bir xo'shindan shunday motor kiyimlar olib ketgan edi. Mana bugun biz ularni kiydik. Men 7 sura bilan, anakashim 3 sura bilan. Biz bugun ularni bunda söyleymiz. Biz bugün işbirlik olmak lavundan geldik. Benim ismim Mehmet, benim 11 yaş. Ana ismim Sait, anarga 10 yaş. Ana ismim İbrahim, anarga 5 yaş. Biz Kur'an okurak öğretti, biz izin namazlar okuyoruz. Beygiga G'ilajiddinovlar kabi g'aylalari bilan keluvchilar boytaq edi. Bolalar bilan birga o'zlarini o'qitgan imomlar ham obostaylar da kelgan. Bu o'quvchilarning yil davomida masjidlar qarshida uyushtirilgan diniy o'quvlarni o'zina ko'ra bir imtihon deb ayt. Bizning bizni öğretti indi sürelerini, namaz okurga, Kur'an okurga, taharetlerini alırga. Men qatnashdim, chiqdim. Menga so'rovlar aytdilar. Men ularga javob berdim. Nasıl shunga halal, haram bilan men okurga namoz. Kim shunday payg'ambar bizim Muhammed Mustafa. Bu vaqt uramda tiriyoqa xushhislar taratib tamli pulov pishdi. Obostaylarning qo'lga yoqmay. Rayonimizda shul qadar iymonli bolalarning ko'p bo'luvina, ulardan da ko'proq suyunuvchi bo'lmagandir muayyan. Bir-birsini o'zdirib, yigit qizlarni tam-tumnor bilan siyladilar. Bütünümüz içinde bu bir zor şartlık. Sabi balalar, ir balalar, kız balalar hemmesi de Kur'an okurga öğrenir yaşarılar. Alar kileşegimiz bar degen söz. Alar namaz okuyacak, Kur'an okuyacak, tertipli olacak inşallah Rahman. Şunu ümit ederiz yaşlardan. İnşallah alar kullarına rımkı tutmazlar, tertipsiz bulup jirmezler inşallah Rahman. Şu yoldan taypalmışa İslam dinin alga jiberuşiler bulup, kileşek bunlarga da imanlı balalar tuğup üsep, İslam dinine kiş kuvvet biruşiler bulsaydı.
Җиңүчеләргә соллыгына бүләкләр дә әзерләнгән иде. Төп бүләк иң яхшы Коръән укучыга ручкалы Коръән китабы. Оңа Мәдинә Сәйдәшева лаек булды. Беренче урыннарга кәрәзле телефон, икенче урынга картина, ә өченче урын алучы егет-кызлар сәгать белән бүләкләнде. Һәм инде балаларның һәрберсе татлы бүләкләр белән сыйланды. Онытылмас һәм кабатланмас дини очрашу булды бу.